Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustunning kanali. Do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlarga kerakli va manfaatli bo'lgan bitta ma'lumotni ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling. Videorolik ma'qul kelsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Xullas, Damas avtomobilni olib kelishdi. Bunda qilinadigan ishlar anchagina ko'proq. Ko'rasizlar, ranglarini ham даже bir xil qilib olishibdi. Hamma joyini, patologlari. Yana bu yerda qilinadigan elektriklarni chiqib qolgan. Hozir ancha narsa olib kelishdi avtomobilimizga. Xo'p, torpeda qismi almashadi, monitorli holati vakuum print qilingan ekan. Bunisi oldida. Buni bachkana deb biz yangi abrisovka. Xo'p, oyoq tagiga paroglar olib kelishgan. Kolonka olib kelishibdi. Stop. Farasiga led olib kelishgan. Xo'p, signal, Malibu signal. Prostoy Pandora pult olib kelishgan. Dominant monitor. Keyin zatniga led olib kelishibdi. Center zamon kabel bilan chaqirtirib qo'yganmiz. Nech pulga bitishlarini hammasini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Hammasiga qiziqqan ko'rsangiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsating, xohlasa ketgan summalarni hammasini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, Damasga qilingan ishlarimiz xudo xolasa tugadi. Endi sizlarga obzorini ko'rsatamiz. Bu Damasga qilingan ishlarimizdan. Xo'p, dalniy blижнийga led, tumanli ham led qo'yildi. Signallari ikki xil, Malibu va родной holatda qo'yilgan. Bokovoy diodli bokovoy qo'yilgan. Bu patfarniyda xiraroq. Avarinkani bosib olingda. Avarinkada yorug'roq ikki xil yonadigan qilingan. Oldini pastlab turing. Xo'p. Torpedalar boshqa qo'yildi bu. Mana deflektorlar, mana akvaprintlari. Xo'p, Naritoma akvaprintlari, deflektorlar tayyor mashq holatda olib kelindilar, boshqa qo'yildi. Xo'p, monitor ustunovka qilindi bunga. Keyin richagida yangichasi ekan buni. Ushlab turib qo'yib yuborsangiz, qo'l ushlaganda yonar ekan bu narsasi. Keyin oyoqdagi plafonlar qo'yildi do'stlar. Masalan, shina deyiladi. Keyin tepa tomonga bar qo'yganmiz. Kelibot kolonka bilan birgalikda qilib mana. Juda ham chiroyli chiqar ekan bu. Ham oldida ikkitali shinasi bilan birgalikda mana. Video registratori ustunovka qilindi. Original 3 ta kameralik. Salonda ham kamerasi bor, oldida ham orqada ham kamerasi bor. Xo'p. Oldidan qaraganda juda chiroyli bo'lar ekan do'stlar mana. Katta holatda. Xo'p, keyin bamferi ham o'sha tuning qilingan bamferdan qo'yildi orqasiga. Mana do'stlar. Umuman boshqacha qilib berilgan mashina bu. Va bir tomonda protiva tumanlik bo'lmaydi, bir tomonga protiva tumanlik qo'yildi do'stlar mana. Juda ham ajoyib holatda bo'lib qolar ekan bu. Xo'p do'stlar, bu avtomobilimizga ikkitali kamera ham qo'yilgan. Bittasi monitordagi, ikkinchisi video registratordagi. Xo'p, keyin mana yozuvlari qo'yildi boshqa. Parog ustunovka qilindi past tomoniga mana. Buni shu full holatda qilib qilindi. Oldiga ham tomchi abrisovkadan qo'yilgan. Pasti ham tepasi ham bir xil holatda. Xullas do'stlar, avtomobilimizda shu holatga kelguncha
например, 500 ming, 400 ming ag'i bo'lib, 5 million, 5,5 million atrofida pul ketyapti do'stlar. Nimalari ham nomerdagi ham o'sha xromligidan qo'yilgan, yaltiroq o'chmaydigan nikelligidan. Do'stlar, Damas'ni qancha bezatsangiz yarashaverar ekan. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ham o'tirib berishga harakat qilamiz do'stlar.